طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم هجرة الهادي ستبقى فجر تاريخ عظيم وبها الأرواح ترقى نحو جنات النعيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت نورت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. Allah namazınızı makbul kılsın buva. Amin. Sizlarninkini mu maqbul qilsin bolarim. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar. Buva, sizden bir işini sorsam bulamdı? Tasbih ayt olay bolam. Ondan azoda o'tirib baranglaşayli. Sen sual sormoqchi eding qizim. Qandaq savoling bor edi? Endi so'rag'in qizim. Buva, sizning subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber deb dua qilganligingizni ko'rdim. Bu dua namazdan keyin qilinamdi? Muhim savoldan birini so'rdim qizim. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning sunnati bo'yicha har namozdan keyin Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar deb tasbih aytamiz qizim. Bunda qilish payg'ambarimizning sunnatimi? Shundoq ali. Endi sizlarga payg'ambarimizning tavsiyalari va uni qanday ado qilish kerakligini aytib beraman. Rivoyat qilinishicha, muhojirlarning ichidagi kambag'allar payg'ambarimizning yeniga kelib, ba'zi savollarni so'ragan. Payg'ambarimiz ularga javoban mundoq degan: "Sizlarga bir duo o'gitay. Sizlardan ilgari islomiyatga kirganlar qilgandek diniy vazifalarni ado qilinglar. Hatto ulardan eshib ketinglar. Ularning mo sizlardek qilganligini ko'rsizlar." Ular "Ey Allohning elchisi, bo'ladi" degandan keyin payg'ambarimiz ularga har namozdan keyin Subhanalloh, alhamdulillah va Allohu akbarni 33 qatim o'qinglar degan. Undaqda her namazdan keyin bu dualarni o'qishimiz kerakkanda? Shundoq, bu orqali Allohning roziligiga erishimiz va payg'ambarimizning sunnatini ado qilgan bo'lamiz. Bular men uchun bir yangilik. Bularni ilgari bilmaydim. Biz bilmaydigan narsalar bek ko'pkan. Hammamizning bildiganlarimiz o'xshash emas. Ammo inson izlanib o'rgangan sari biladiganlarning dengizdan bir tomchi ekanligini texmi yaxshi his qiladi bolarim. Bova, bizga yangi narsalarni o'rgatib, bizni ilmsizlikning qorong'uligidan qutqazsangiz qanday? Masalan, payg'ambarimizning hayot hikoyasi. Sallallahu alayhi ve sellem. Sallallahu alayhi ve sellem. Undaqda hikoyani bismillah deb boshlayli buva. Bismillahirrahmanirrahim. O'tgan qatim sizlarga Bakir qabilasining tinchlik kelishimini qandoq buzganligini so'zlab bergan edim. Xuzoa qabilasidagilar payg'ambarimiz bilan ko'rishga kelib, yordam talab qilgan edi. Shundoq qilib, ba'zi yangi voqealarning o'tirg'i chiqish xavfi ko'rildi. Bu ahvolda ba'zi yangi tadbirlarni olmay bo'lmaydi. Bu xabar Makkaga yetib borgandan keyin cho'nglar darhol Abu Sufyonni Madinaga avatdi.
Abu Sufyan Rasululloh bilan ko'rishmoqchi. Muhammad qayerda? Uning bilan ko'rishadigan muhim ishim bor. Rasululloh masjidda. Ey Muhammad, sening tarafdorlaring Hudaybiya tinchlik kelishimini buzmadi. Men arablarning bu kelishimni buzganligini sana aytqili keldim. Ey Muhammad, menga qara. Nemishqa boshqa tarafga qarab turib olsan? Ochig'ing kelganligini bilaman. Ey Muhammad, to'xta, o'tib qolay, ketma. Karvonlarning yo'lini to'sib qaroqchilik qiladigan arablar nadonlik qildi. Hudaybiya tinchlik kelishimini buzganlik gunohini bizga otmanglar. Hujum qilguvchilar qorong'u kechida hujum qilib turib, qandoqsigi bu ishni bizga dongab qo'ydi. Ey Abu Bakr, ey Umar, ey Ali, menga javob beringlar. Men Quraysh qabilasidagi isil dastlablik odamman. Meni chetga qoqmanglar. Men degan Abu Sufyan shahringlarda menga haqorat qilishga haddinglar yo'q. Abu Sufyan, gapingda turmading. Va'dangga vafo qilmading. Hudaybiya tinchlik kelishimini ko'zgilmading. Endi rahim shafqat tilab kelsan. Lekin o'ngishlik bo'lmadi. Texchi ko'nglingda takabburlik bor. Yolg'iz Allohga iymon etmaslikda ching turibsan. Sen mushunchalik odamsan. Tushundingmi? Ey Xolid, sening buncha tez o'zgarib ketganligingni o'ylamabdi ekanman. Shundoq o'zgardim. Kofirlikdan qutulib musulmon bo'ldim. Bu dinga nima deyishimni bilmayman. Yangi boshlanganda bek ojiz edi. Hozir bek kuchayib ketdi. Hatto mendek bir odam bilanmi ko'rishishni rad qilib atdim. Abu Sufyan, sen tilga olgan bu dinning madadkori Alloh, egisi Alloh. Ey Xolid, hozir sizlar hammanglar birlashib qudratli kuch bo'ldinglar. Darhol Makkaga qayt. Ular ibodat qilayotgan butlar toshdan iborat. Bu toshlar ulug' Allohning haqiqati oldida baribir gumron bo'ladi. Hey Kattavash, Madinadan nima ilib kelding? Ular bilan sulh qila olmadim. Bu urush deganlikdir. Bilmayman. Men endi hech narsa bilmayman. Nima deyapsan? Sana hech qanday gap qilmadimi? Yo'q, u meni rad qildi. Faqat sahobalari bilan ko'rishdim. Muhammadga bundaq itoat qilgan odamlarni umrimda ko'rmagan edim. Sahobalar bilan munosabati bak yaxshi ekan, lekin menga yuz xotiri qilmadi. Hushyor bo'lib diqqat turaylik desak, Abu Sufyan bizga urush xabari epkamidi. Xotirjam rohat o'ltiraylik desak, tinchlik xabari epmi kelmadi. Men bak yerib charchab ketdim. Endi uyimga qaytib oram olay. Abu Sufyan bek kech qoldi. Bizning beshimizga bir falokat keldiganligini aytibdi. Xayrli kech xotin. Xo'sh kelibsizlar dadasi. Millatimizning kattasi. Qanday xabar olib keldinglar? Ularga qarshi turishning hech qanday foydasi yo'q. Sog' salomat qaytib kelibsizlar. Didor g'animat. Muhammad bilan urush qila olamiz. Uyimizni istihkom qilib, yo'llarga to'zoq qurib urush qilamiz. Ey endi bundaqda o'zimiz avar qilamiz. Hozir ularning 10 mingdan ortiq mergan javandozlari bor ekan. U to'g'ri yurak qo'rqinchoq. O'lishga rozimanki, Muhammadning Makka kirishga rozi emasman. Anglayotamsa, o'lsakmi uni Makka kirgizmaymiz. Ey endi quruq gapni oz qil. Tahdid silishning vaqti allaqachon o'tdi. Sening deganlaring amaliyotga uyg'un emas. Sen degan o'tib ketgan qo'rqinchoq to'g'ri yurak odam ekansan. Dodam, akam, tog'amning o'lishi sening mushundaq taslim bo'lishing uchunmi-de? Ey ahmoq, ular bilan urush qilsak bo'lmaydi. Kuchimiz yetmaydi. Ular uchun Makka shundoq qimmatli. Ularning Makkani bizdan tortib olg'usi bor. Tushundingmi? Her qaysi qabilalar qo'shinimizga qo'shilish uchun top-top bo'lib kelyotdi. Alloh xolisa, kun petishdan burun chavandozlarimizning soni 10 mingdan oshdi. Bu kecha qarorgohimizni mushu yerda qurayli. Makka, ey Makka, seni bek sig'indim. Menga osmon yiqilib tushgandek, barliq yulduzlar to'kilib ketgandek bilinyotdi. Bu kechiga o'xshaydigan bir kech ko'rib boqmadim. Texi to'nogin kechida bundaq ko'p qo'shin, buncha ko'p gulxon yo'q edi. Ey Abu Sufyan,
Seningcha ular askar olmay kelganmidi? Shundoq bo'lishini orzu qilaman, xotin. Ularni uyining oldiga kelib qon to'kidi deb o'ylamayman. Ularni Makkadan qo'g'lab chiqargan edi. Shundoqdimi Makka ularning qalbida cho'nqur o'rin olgan. Ey Abu Sufyan, hozir nima o'ylayapsan? Ular bilan sulh qilishni o'ylayapman. Meni Muhammadning yoniga elib borgin. Makkani bizga topshirib berish uchun keldingmi? Xolid, meni Muhammadning yoniga boshlab borgin da'vatman. Abu Sufyan, nimishqa kelganligingni ayt. Ey Muhammad, chidirg'indagi gulxonni ko'rdim. Atrofida nurg'un odamlar bor ekan. Qanchalik kuchli bir qo'shin bilan kelganligingni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Agar ruxsat qilsang, sendan so'raydigan savollarim bor. Abu Sufyan, texicha shart qo'yib beramsan? Rasululloh dediki, Allohdan boshqa iloh yo'qligiga tehi ishonmadingmi? Sen ota-onamga o'xshash hurmatli odam. Allohdan boshqa bir iloh bo'lgan bo'lsa, meni intayin boy qildi deb o'ylagan edim. Afsus, xato o'ylabdiman. Muhammadning Allohning elchisi ekanligiga tehi ishonmadingmi? Ey Muhammad, sen ota-onamga o'xshash hurmatli odamsan. Ko'nglimda bir gumon bor edi. Beshingga birni salsam, gumoning qolmaydi. Islomda majburlash yo'q. Allah xohlagan kishiga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Men hech kimning majburlashi bo'lmagan holda o'z ixtiyorim bilan shundoq deymanki, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan rasululloh. Hammanglar tayyorlaninglar. Allohning barkati bilan ketyapmiz. Olg'a! Allahu Ekber. Shundoq qilib musulmonlar Makkaga qarab yo'lga chiqdi. Ular Makkani, u yerdagi urug' tuqqanlarni bakli seg'ingan edi. Makkaga qaytib o'tdi. Ularning qalbidagi iymon, seg'inish o'tini jahil mushriklar tushuna olmaydi. Bova, Rasululloh alayhissalom Makkaga berib nima ishlarni qildi? Alloh xolisa davomini keyingi qitim so'zlab beraman bolalar. Musulmonlar qo'shini Makkaga kirayli deb qoldi. Makkada bo'lgan ishlarni bilishga bakli qiziqyapman. Oldirang'ulik qilmag'in bolam. Bu voqealarni keyingi qitim sizlarga to'liq so'zlab beraman. Xotirjam bo'l bolam. Jinim bova. Jinim bova, Allohga omonat. Xayr xo'sh, Allohga omonat.